Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Devatkada bo'lib turibdi. Qarshimizda Toshtemir bobo marketi, chap qo'limizda o'sha Sayrob milliy taomlaridan Sumga o'tib ketish ko'chasi, Lakasyan tushundingiz, Mo'yka ko'cha desak ham bo'ladi. O'ng qo'limizda Sum. Hozir biz koridorda turibmiz. Sanozillar alohida asosiy azonachilar. Demak, umumiy maydoni 62 kvadrat bo'lgan 3 xonalik uyimiz. O'ng qo'limizda dushovoy, chap qo'limizda hojatxona. Yarmarcha kafillanib, tepasi plastik qilib qo'yibdi. Bunda ham 80 litrlik aristonlar qo'yilgan hojatxonamizda. Demak, ko'rib turganingizdek, tashqi eshiklar ikkalasida ham almashtirilgan. Ya'ni akfa romlarga. Demak, hozir biz koridorimizda chap qo'limizda oshxona, undan keyin esa detski bilan zal, katta mehmonxonasi hisoblanadi. Hozirda bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna ham bo'lib qo'ying. Uyimizga alohida bitta baho berib ketamiz. Ataplinlar qilingan, tashqi taraflari rishotkalangan. Uyda ba'zi jihozlar olib ketiladi, ba'zilari qoladi. Ko'rib turganingizdek, to'liq remontdan chiqarilgan. Aytib o'tdik, 3 ta xona, 62 kvadrat metr. 4 qavatli uylarning birinchi etaji hisoblanadi. Demak, o'ng qo'limizda bo'ladigan bo'lsa, zali, undan o'ngga buriladigan bo'lsak, detski xona qilib qo'yibdi. Detski xonadagi spalnilar olib chiqib ketiladi. Konditsioner qoladi, azoblanishlar. Demak, narxini aytib o'tishimdan oldin har doimgidek like tugmachasini bosib qo'ying, esingizdan chiqib ketyapti. Narxi 450 million so'm deb baholandi. Kelishadigan joylari mavjud. Hozir biz zalda turibmiz. Endi esa oshxonasi bilan tanishamiz. Ko'rib turganingizdek, zaldagi mebellar ham olib chiqib ketiladi. Oshxonasida ugoloklari bor, ular ham olib chiqib ketiladi. Televizori qoladi. Demak, kirib kelishimiz bilan kichkina tamaddi xona, undan keyin esa kuxnya hisoblanadi. Kirmoshlari qoladi. Kuxnilar qoladi. Ataplar qilingan deb aytib o'tdik. Kirib yashashga tayyor azoblanishlar. Narxini aytib o'tdik. Narxi 450 million so'm. Kelishadigan joylari mavjud.